Kemanglik. Bolalardagi maymoqlik, oyoq qiyshiqligi har 1000 ta tug'ilgan chaqaloqdan 3 tasida kuzatiladi. O'g'il bolalar qiz bolalarga qaraganda ko'proq kasallanishadi va 50% dan oshiq holatda ikkita tomonlama maymoqlik kuzatiladi. Maymoqlik oyoq kaftini qiyshayshi, boldir mushagini yaxshi rivojlanmasligi, suyak va paylardagi o'zgarishlar bilan kechadi. Kasallik qancha erta aniqlanib, vaqtli davolashni boshlasa, shuncha effektivligi, ya'ni tezroq tuzalish foizi baland bo'ladi. Kasallikni o'z vaqtida davolashni boshlasa, gips qo'yish yo'li orqali ham davolash mumkin. Bunda bir necha marotaba gips qo'yib davolanadi. Kasallik kech davolansa, mushaklar yaxshi rivojlanmay qoladi. Suyakdagi o'zgarishlar, ya'ni suyak o'z shaklini o'zgartirib yuborishi mumkin, chunki bola har doim oyog'ini qiyshiq bosishi natijasida suyakning ham hajmi, shakli o'zgarib ketadi.